Ona. Bu so'zning o'ziyoq qalbni titratadi. Dunyoning eng shirali, eng muqaddas, eng mehrli so'zi bu ona. Ona. Bu hayotning boshlanishi, mehrning manbai, sabrning timsoli. Onaning yuragida tog'dek chidam, daryodek mehr, samodek poklik mujassam. Men har safar onamni ko'rsam, uning charchagan qo'llariga, ammo baribir mehrli nigohlariga qarasam, o'zimni qarzdor his qilaman. Chunki u kishi uchun men hamisha bola, u esa men uchun hamisha panoh. Onamning birgina duosi menga qanot, birgina tabassumi menga baxtdir. Ona. Bir umr o'zini unutib farzandini o'ylaydigan yagona zot. Unga qancha minnatdorchilik bildirmaylik, baribir haqqini o'tay olmaymiz. Chunki ona hayotimizda yagona mavjudotki, u sevgisiz, mehrsiz, shartsiz bag'ishlaydi. Shu bois men aytaman, ona bu hayotning chirog'i, qalbning yorug'i, baxtning kaliti. Onasini e'zozlagan inson hech qachon yo'qotilmaydi.